Nima bu? Yo tavba. Balki ishkaning rostdir. Balki rostdan ham suv bordir. Yo'q, bu xazina. Bu Jurhum qabilasining xazinasi. Ularni Makkadan haydashganida ikkita oltin ohu, tilla qilichlar va qalqonlarni qoldirishgan. Barchasi oltindan yasalgan. Bu senga ham, bizga ham yetadi. Ilohiy ovozning amri bilan qazigan qudug'imdan topilganlarga sherik bo'lishga nima haqqingiz bor? Bular faqat seniki emas. Biz ham ulush olishga haqlimiz. Hoy Qurayshiylar! Sizlar qadrdon qabilamsiz. Ammo Hoshimiylarni chaqirsam, kelib, mendan nimanidir tortib olishingizga ular yo'l qo'yishmaydi. Otam bu joyning hukmdori. Endi bu yerdan ketinglar. Bu yog'i yana ham yaxshiroq bo'ladi. Suvni topaman, keyin bu xazinani Ka'baga qo'yamiz. Xazina kimga tegishli bo'lsa, o'sha oladi. Gap tamom. Qanday bo'lishamiz? Qur'a tashlaymiz. 2 ulush menga, 2 ulush sizga, 2 ulush Ka'baga. Abdulmuttalib, aqlli odamsan-da. Biz rozimiz. Zamzamini kovlayver. Suv loy chiqdi. Qurayshiylar, bu Zamzamku. Ismoil otamiz va Hojar onamizning bulog'i. Parvardigorning qudrati bilan hech qachon qurimaydigan quduq. Barcha ziyoratchilar undan ichishadi va bahra topishadi. Parvardigor marhamatiga noil bo'lding. Keyin Abdulmuttalib xazinani Ka'baga olib boribdi. Ikkita oxuni Ka'baning darvozasini bezatishga ishlatibdi. Darvozaga oltin qulf va kalit yasatibdi. Xalqi va qabilasi o'ziga qarshi bo'lib qolganini ko'rgan Abdulmuttalib yaratgan o'ziga 10 nafar o'g'il bersa, ulardan birini qurbonlikka keltirishi haqida qasam ichibdi. Bu vaqtda u Samira al-Amiriyaga uylangandi. U yana 4 ta ayolga uylandi. Ular 10 nafar o'g'il tug'ib berishdi. U o'z qasamini amalga oshirmoqchi bo'libdi. Farzandlardan qaysi birini qurbon qilishini aniqlash uchun Qur'a tashlabdi. Qur'a Muhammadning bo'lg'usi otasi Abdullohga tushibdi. Abdulmutallib shu o'g'lini boshqa farzandlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. O'g'lim,